Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan minimal pensiya 7 million so'mgacha oshadimi yoki bu odamlarni chalg'itayotgan navbatdagi mish-mishmi? Bu savol ayniqsa pensionerlar. Nogironlik pensiyasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolar va ularning farzandlari uchun juda muhim. Chunki noto'g'ri xabar sabab odamlar keraksiz hujjat yig'ishi, navbatlarda sarson bo'lishi, hatto firibgarlarga ishonib qolishi mumkin. Men bugun sizga hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Minimal pensiya nima? Pensiya qanday oshiriladi? 7 million so'm degan gap qayerdan chiqishi mumkin? Kimlar haqiqatan o'zgarishdan foyda ko'radi? Kimlar esa shunchaki kutmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy maslahatlarni oxirida beraman. Qayerdan tekshirish, qanday hujjatlarni tayyorlash. Pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning oilangizdagi katta yoshli insonlarga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Pensiya tizimida har qanday o'zgarish faqat rasmiy hujjat bilan kuchga kiradi. Ya'ni prezident farmoni, qarori, vazirlar mahkamasi qarori yoki vakolatli davlat organlarining rasmiy e'loni bo'lmasa, 2 avgustdan hammaning pensiyasi 7 million bo'ladi degan gapga ishonib bo'lmaydi. Internetda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p hollarda sarlavha baland qo'yiladi. Pensionerlarga zo'r yangilik. Minimal pensiya 7 million 1 avgustdan katta o'zgarish. Lekin ichiga kirsangiz ko'pincha aniq hujjat yo'q, faqat taxmin. Eski ma'lumot yoki boshqa davlatdagi yangilik bo'ladi. Oldin qanday edi? Pensiya miqdori har bir odamda bir xil bo'lmagan. Kimdir eng kam pensiyaga yaqin oladi. Kimdir ish staji, ish haqi, mukofotlari, zararli ish sharoiti, ustamalar yoki boshqa omillar sabab ko'proq oladi. Pensiya hisoblashda asosiy e'tibor odamning ish staji, rasmiy daromadi, pensiya turi va qonunda belgilangan me'yorlarga qaratiladi. Shuning uchun minimal pensiya deganda hammaga beriladigan umumiy pensiya emas, balki qonun bilan kafolatlangan eng past darajadagi pensiya yoki ayrim ijtimoiy to'lovlar nazarda tutiladi. Endi nima o'zgargan bo'lishi mumkin? Davlat vaqti bilan pensiya va nafaqalarni oshiradi. Bu odatda inflyatsiya, narx-navoning ko'tarilishi, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, budjet imkoniyatlari va iqtisodiy ko'rsatkichlarga qarab amalga oshiriladi. Masalan, non, yog', dori-darmon, kommunal to'lovlar qimmatlashsa, pensionerlarning xarid quvvati pasayadi. Shunda davlat pensiya miqdorlarini ma'lum foizga indeksatsiya qilishi mumkin. Lekin bu oshirish odatda hamma uchun birdan 7 million ko'rinishda bo'lmaydi. Ko'pincha foiz asosida aniq toifalar bo'yicha yoki minimal miqdorlarni qayta belgilash orqali amalga oshiriladi. 7 million so'm degan raqam nega shubhali? Chunki minimal pensiyaning birdaniga 7 million so'm bo'lishi juda katta budjet yuklamasini keltirib chiqaradi. Agar mamlakatda millionlab pensionerlar bo'lsa, har biriga kamida 7 milliondan to'lash uchun har oyda juda katta mablag' kerak bo'ladi. Bunday o'zgarish oddiy xabar bilan emas, katta iqtisodiy asos, rasmiy qaror, budjet o'zgarishi va keng jamoatchilikka tushuntirish bilan e'lon qilinadi. Shuning uchun men ekspert sifatida aytaman. Bunday xabarni eshitsangiz, birinchi navbatda manbani tekshiring. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya oshishi va minimal pensiya oshishi bir xil tushuncha emas. Masalan, davlat pensiyalarini umumiy foizga oshirsa, 1 million 200 ming so'm olgan odam 20 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. 2 million olgan odam esa 200 ming so'mga yaqin qo'shimcha oladi. Lekin bu hamma minimal 7 million oladi degani emas. Ikkinchi muhim narsa, pensiya turlari turlicha. Yoshga doir pensiya bor, nogironlik pensiyasi bor, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Bundan tashqari ayrim fuqarolar pensiya emas, nafaqa oladi. Masalan, yetarli ish stajiga ega bo'lmagan keksa fuqarolarga davlat tomonidan ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiya va nafaqani bir-biriga aralashtirib yuboradi. Natijada bir toifadagi o'zgarishni hamma uchun deb tushunadi. Keling, oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 13 yoshli Ahmad aka 35 yil rasmiy ishlagan, ish haqi ham ko'p yillar davomida rasmiy hisoblangan. Uning pensiyasi tabiiyki kam stajli odamnikidan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Agar pensiyalar foiz asosida oshirilsa, Ahmad akaning pensiyasi ham o'sha foizga oshadi. Lekin bu oshish uning pensiyasini avtomatik 7 millionga olib chiqmaydi. Agar uning pensiyasi 2 million 800 ming bo'lsa, 10% oshsa 280 ming qo'shiladi.
Umumiy summa 3 million tagani ming atrofida bo'ladi. Ikkinchi misol, Malika opa uzoq yillar uyda bolalar tarbiyasi bilan shug'ullangan, rasmiy ish staji kam. U pensiya yoshiga yetganda to'liq pensiya emas. Minimal miqdorga yaqinroq to'lov olishi mumkin. Agar davlat eng kam pensiya miqdorini oshirsa, Malika opa kabi insonlarga bu ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Chunki ularning to'lov past chegaraga bog'langan bo'ladi. Lekin baribir bu 7 million degani emas, balki rasmiy belgilangan yangi minimal miqdorga qarab hisoblanadi. Uchinchi misol, boquvchisini yo'qotgan oila bor. Oilada ona va 2 farzand qolgan. Ularga boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Bu yerda miqdor marhumning ish staji, rasmiy daromadi, oiladagi boqmandalar soni va qonundagi me'yorlarga bog'liq. Agar umumiy pensiya oshirilsa, ular ham ma'lum darajada foyda ko'rishi mumkin. Ammo har bir bola 7 million oladi yoki oila boshiga 7 million minimali bo'ladi degan xabarni hujjatsiz qabul qilish mumkin emas. 4-misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya yoki nafaqa oladi. Nogironlik guruhi, ish staji, mehnat faoliyati, tibbiy xulosa va boshqa holatlar ahamiyatga ega. Ayrimlar mehnat faoliyati bo'lmagani uchun ijtimoiy nafaqa oladi. Ayrimlar esa ish staji bo'lgani uchun nogironlik pensiyasi oladi. Shuning uchun bir odamning to'lov oshganini ko'rib, demak, hammaniki oshibdi deyish noto'g'ri. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lganlar o'z hisob kitoblarini tekshirtirishi kerak. Ba'zan odamning ish staji to'liq kiritilmagan bo'ladi. Eski korxonadagi arxiv hujjatlari topilmagan bo'ladi. Ayol kishining bola parvarishi davri noto'g'ri hisobga olingan bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat, zararli ish sharoitidagi ish ma'lum imtiyozli davrlar e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya oshishini kutib o'tirishdan ko'ra, avval mavjud pensiya to'g'ri hisoblanganmi? Shuni tekshirish kerak. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangiz muntazam tushayotganini, rasmiy ilova yoki pensiya jamg'armasi orqali to'lovlaringizni ko'rib turganingizni, barcha hujjatlaringiz avval tekshirilganini bilsangiz, har bir mish-mishdan keyin idoraga yugurishingiz shart emas. Rasmiy qaror chiqsa, ko'p hollarda qayta hisoblash avtomatik amalga oshiriladi. Ya'ni hamma pensioner alohida ariza yozmasa ham umumiy indeksatsiya tizim orqali hisoblanadi. Lekin individual xatolik bo'lsa, unda ariza bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Yana bir muhim narsa, 1 avgustdan degan ibora ko'pincha odamlarni shoshiltirish uchun ishlatiladi. Firibgarlar ham aynan shunday qiladi. Hozir hujjat topshirmasangiz, puldan quruq qolasiz. Men orqali rasmiylashtirsangiz, pensiyangiz 7 million bo'ladi. Pasportingizni yuboring, karta raqamingizni bering deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon telefon orqali kelgan notanish odamga pasport ma'lumotingizni, karta raqamingizni, SMS kodni, bank ilovasining parolini bermang. Davlat organlari sizdan SMS kod so'ramaydi. Endi eng ko'p chalkashlik bo'ladigan nozik joylarga to'xtalaman. Birinchi nuanji, pensiya oshirilganda hamma bir xil summa qo'shimcha olmaydi. Ba'zan minimal to'lovlar oshiriladi. Ba'zan bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq ayrim to'lovlar o'zgaradi. Ba'zan esa pensiya foiz asosida indeksatsiya qilinadi. Masalan, past pensiya oladigan odamga davlat ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan ko'proq yordam berishi mumkin. Yuqori pensiya oladigan odamda esa oshish boshqa tartibda bo'lishi mumkin. Buni faqat rasmiy hujjatdagi matndan bilish mumkin. Ikkinchi nuanji, pensiya miqdori bilan qo'lga tegadigan pul har doim bir xil tushuncha emas. Masalan, ayrim holatlarda aliment, qarzdorlik, sud qarori, bank majburiyatlari bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, karta bilan bog'liq texnik kechikishlar, bankdagi amaliyot va dam olish kunlari sabab pul 1-2 kun farq bilan tushishi mumkin. Shuning uchun qo'shninikiga tushdi, menikiga tushmadi. Demak, meni ro'yxatdan chiqarishibdi deb vahima qilish kerak emas. Avval bankdan, keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlashtirish kerak. 3-nuanji, pensiyaga qo'shimcha ustamalar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim faxriylar, urush qatnashchilari, mehnat sharoiti og'ir bo'lgan sohalarda ishlaganlar, alohida xizmatlari bor fuqarolar uchun qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin bu ustamalar hamma pensionerga tegishli emas. Bir kishi 6 million yoki 7 million atrofida pensiya olayotgan bo'lsa, bu uning ish staji, avvalgi daromadi yoki alohida imtiyozlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Uni ko'rib, minimal pensiya shuncha bo'libdi deyish xato. 4-nuanji, rasmiy ishlamagan yillar pensiyaga to'liq ta'sir qiladi. Ko'pchilik men 30 yil ishladim deydi.
lekin hujjatda 15 yil chiqadi. Nega? Chunki ish beruvchi rasmiy buyruq chiqarmagan, mehnat daftarchasiga yozmagan. Soliq va ijtimoiy to'lovlar to'lanmagan, korxona yopilib ketgan, arxiv hujjatlari yo'qolgan. Pensiya tizimi esa og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Shuning uchun yoshlar ham bu videodan xulosa qilish kerak. Bugun rasmiy ishlamasangiz, ertaga pensiya hisobida muammo bo'ladi. 5-noyabr chet elda ishlagan davr masalasi. Hozir ko'plab fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davr pensiyaga qanday qo'shilishi ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy mehnat shartnomasi, sug'urta badallari va hujjatlarning tan olinishi bilan bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, keyin men 10 yil ishlaganman, pensiyam oshsin deyish qiyin bo'ladi. Hujjat kerak, tasdiq kerak, ba'zan tarjima va legalizatsiya talab qilinadi. 6-noyabr. Pensiyani qayta hisoblash har doim ham pensioner foydasiga katta farq bermaydi. Ba'zi odamlar qayta hisoblatganda 1000 ming, 100 ming, 200 ming so'm farq chiqishi mumkin. Ba'zida esa umuman farq chiqmaydi. Lekin agar sizda yangi hujjat topilgan bo'lsa, masalan, eski ish joyingizdan ish haqi ma'lumotnomasi, qo'shimcha stajni tasdiqlovchi arxiv hujjati, zararli ish sharoiti bo'yicha ma'lumot bo'lsa, murojaat qilishga arziydi. Chunki bu sizning qonuniy huquqingiz. 7-noyabr minimal pensiya 7 million degan gap ko'pincha boshqa tushunchalar bilan aralashib ketadi. Masalan, kimdir o'rtacha ish haqi haqida gapirgan bo'lishi mumkin. Kimdir ayrim yuqori lavozimlarda ishlagan fuqarolarning pensiyasini aytgan bo'lishi mumkin. Kimdir boshqa davlatdagi miqdorni so'mga aylantirib yuborgan bo'lishi mumkin. Yana kimdir pensiya kapitali, yillik to'lov, kompensatsiya, bir martalik yordam kabi tushunchalarni oylik pensiya deb noto'g'ri talqin qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun raqamni eshitgan zahoti savol bering. Bu qaysi hujjatda yozilgan? Kimga tegishli, qaysi sanadan, qanday shart bilan? Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, rasmiy manbani tekshiring. Pensiya bo'yicha eng ishonchli manbalar bu pensiya jamg'armasining rasmiy axborot kanallari, hukumat portallari, prezident hujjatlari e'lon qilinadigan rasmiy saytlar va davlat xizmatlari portallaridir. Telegramdagi noma'lum kanal, YouTube'dagi shov-shuvli sarlavha yoki WhatsApp'dagi ovozli xabar rasmiy manba hisoblanmaydi. Ikkinchi qadam, pensiyangiz miqdorini o'zingiz tekshirib boring. Agar siz yoki ota-onangiz bank kartasi orqali pensiya olsa, bank ilovasida kirimlarni ko'rish mumkin. Agar naqd yoki boshqa tartibda olsa, to'lov varaqasi, SMS xabar. Bank ma'lumotlari orqali tekshiring. Qancha tushdi, qaysi sanda tushdi, oldingi oyga nisbatan farq bormi, bularni yozib boring. Ayniqsa pensiya oshirilgani e'lon qilingan oylarda aniq yozib bo'lsa, keyin murojaat qilish oson bo'ladi. 3-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, ish haqi haqidagi arxiv hujjatlari, harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjat, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik holatda o'lim haqidagi guvohnoma va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Hamma hujjat har bir odamga kerak bo'lmasligi mumkin, lekin borni bir pappaga joylab qo'yish foydali. 4-qadam, agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki tortishib yurmasdan yozma murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing: mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Yoki falon korxonada ishlagan davrim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini ilova qilmoqdaman. Yozma murojaat qilsangiz, sizga yozma javob berilishi kerak. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati aniqroq bo'ladi. 5-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borishdan oldin savollaringizni qog'ozga yozib oling. Masalan, pensiyam qaysi staj asosida hisoblangan, qaysi yillar kiritilgan, qaysi yillar kiritilmagan, oylik ish haqi qaysi davr bo'yicha olingan, menga qanday ustama tegishli bo'lishi mumkin, qayta hisoblash uchun yana qanday hujjat kerak? Bunday savollar bilan borsangiz, suhbat aniq bo'ladi. Aks holda odam hayajonlanib eng muhim savolni unutib qo'yadi. 6-qadam, agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularni yolg'iz qoldirmang. Ko'p keksa insonlar telefon firibgarligiga ishonib qolishi mumkin. Ularga tushuntiring, hech kimga SMS kod aytmasin, hech kimga karta rasmini yubormasin,
pensiyangiz oshadi deb pul so'ragan odamga ishonmasin. Pensiyani oshirish uchun pul to'lash kerak emas. Qonuniy qayta hisoblash yoki indeksatsiya uchun pora, xizmat haqi, vositachi kerak emas. Davlat xizmati belgilangan tartibda amalga oshiriladi. 7-qadam, agar rasmiy qaror chiqsa, uning matnini diqqat bilan o'qing. Faqat sarlavhaga qarab xulosa qilmang. Qarorda kimlarga tegishli ekani, qaysi sanadan kuchga kirishi, qaysi to'lov turlari oshishi, qancha foiz yoki qancha miqdorda oshishi. Qayta hisoblash avtomatikmi yoki ariza kerakmi? Hammasi yoziladi. Agar matn murakkab bo'lsa, ishonchli mutaxassisdan izoh so'rang. Lekin shov-shuvli kanallarga tayanmang. 8-qadam. Pensiyaga chiqishga yaqin bo'lganlar hozirdan tayyorgarlik ko'rsin. Erkaklar va ayollar pensiya yoshiga yetishga 1-2 yil qolganda mehnat daftarchasini, elektron mehnat tarixini, ish haqi hujjatlarini, arxiv ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysin. Eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Biror davr bo'yicha yozuv tushunarsiz bo'lsa, oldindan tuzating. Pensiya yoshiga yetgandan keyin hammasini shoshilinch yig'ish ancha qiyin bo'ladi. 9-qadam. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, oyligingiz konvertda emas, rasmiy ko'rsatilayotganiga e'tibor bering. Bugun ish beruvchi rasmiy minimal qolganini qo'lga beraman desa, bu sizga hozir qulay tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya hisobida sizning daromadingiz past ko'rinadi. Natijada pensiyangiz ham past bo'lishi mumkin. Pensiya faqat bugungi pensionerlar masalasi emas, bugun ishlayotgan har bir yoshning kelajakdagi huquqidir. 10-qadam. Yangilikni tekshirish uchun oddiy formula ishlating. Birinchisi manba kim, ikkinchisi rasmiy hujjat bormi? Uchinchisi kimlarga tegishli? To'rtinchisi sanasi qachon? Beshinchisi miqdor aniqmi yoki taxminmi? Agar shu 5 savolga aniq javob bo'lmasa, xabarni boshqalarga tarqatmang. Chunki yolg'on xabarni tarqatish ham boshqa odamlarni chalg'itadi. Endi 7 million masalasiga yakuniy baho beraman. Agar kimdir sizga ayni avgustdan minimal pensiya 7 million bo'ladi desa, undan rasmiy hujjatni so'rang. Hujjat bo'lmasa, bu gapni ishonchli deb qabul qilmang. Pensiya oshishi mumkin. Ayrim toifalar uchun qo'shimcha yordamlar bo'lishi mumkin. Minimal to'lovlar va nafaqalar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bularning har biri aniq tartib, aniq hujjat va aniq toifalar asosida bo'ladi. Men tomoshabin sifatida emas, ekspert sifatida sizga shuni aytaman: eng xavfsiz yo'l rasmiy manbaga tayanish va o'z hujjatlaringizni tartibda saqlash. Bugun men sizga asosiy fikrni tushuntirdim. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar faqat rasmiy qaror bilan kuchga kiradi. Minimal pensiya 7 million so'm bo'lishi haqidagi xabarni hujjatsiz haqiqat deb qabul qilish mumkin emas. Pensiya miqdori ish staji, rasmiy daromad, pensiya turi, imtiyozlar va qonundagi tartiblarga bog'liq. Eng muhimi, mish-mishlarga ishonmang, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hujjatlaringizni tekshiring va kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga ham tushuntirib bering. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz yoki ota-onangizning pensiyasi bo'yicha eng katta muammo nimada? Miqdordami, hujjatdami, stajdami yoki ma'lumot yetishmasligidami? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.